Assalomu alaykum, hurmatli Kech Universal kanali a'zolari. Bugungi lokatsiyamiz mana bu 9 iyuldagi zapravkaga yaqinroq, Chorshanba oстановkadan kelishga, Zapchas bozoridan kelishga, o'tgandan keyin, pavorotdan keyin Turkiston degan ko'cha, mahalla, katta mahalla bular. Gaz, svet, suv, hamma sharoit bor. Tursutik hovli, ishlarini ko'rsataman. Ishi bor, puli ham shunga yarasha. Joy, lokatsiya zo'r. Shaharda endi markaz deyiladi, Bag'la endi baribir. Shu markaz bo'lib ketdi Bag'la. Yangi uchastkalar. To'g'ri to'rtburchak qilib qilingan uchastka. Mana shunday holatga xonalar, hozir ichlarini ko'rsataman. Mana bunday kelishga darvozaxona. Usti shifer bilan yopilgan. Mana bunday agaroti bor. Mana bular polni stashka qilingan ekan. Globinli motor bor. Suv, gaz, svet, hammasi zo'r baqqa. Mana uyni arqa tomoni mana bunday qilingan ekan. Loydan devor qilingan. Endi olgan odam to'g'irlab chiroyli qila oladi. Bu tualet. Mana bu yoqqa yama qilishgan, nimaga bo'lsa. Bu tomoni mana qo'shniniki blok bilan o'ralgan. Bu tomon ham qo'shni. 3 ta tomon qo'shni. Mana общий hovlining ko'rinishi. Uy mana bunday qilib fundament, keyin blok terib, ustidan loy g'ish terilgan. Ustilari yopilgan. Ichkarisini ko'rsataman. Mana uyning ko'rinishi, mana ayvon, katta ayvon, tagi steshka qilingan, patolog qilingan, to'rtta xona. Mana bu ichi hali to'ldirilmagan ekan. Mana shunday holatga deraza qo'yilgan, vaqdan eshik bo'ladi katta. Bular eshik deraza qilingan. Tagi pol qilingan ekan.